Voy, men xo'jayin qizim do'kon faoliyat qilyapti-da. Oy. Ko'zlarim olchakman bu yerda. Xo'jayin qizim do'konmi bu? Ha, mushu keling. Faoliyat qilyapsizlar? Shunda faoliyat qilyapmiz ko'ring. Katta faoliyat deyapsizlar. Katta faoliyatlaringiz qanday? Ang to'yan bo'lganda 50 qo'yib qursini malasangiz, Ha. sovg'atligimiz va chektasiz 100% mukofot chiqdi. 100 qo'ydim yuqori malasangiz, uning sovg'atlari texnik katta. Ha, amsa kim narsalarni to'liq to'lay. Ha, ko'ring. Shunchalik to'yan bahada qilib beramiz-da. Albatta mo'ysizlar bakanda. Kofung bormi yo'qmi? Ba, atrofni ko'ring. İleyverdim. Azaraq hisoblaysiz ha? Voy, xotirjam bo'ling ha. Abi meni faoliyat qilishga deb qimmat bermaysiz-da? Voy, yaqariga unda bo'lmaydi. Endi xo'jayin qizim sürmüsün beraman, xo'jayin qizim sürmüsün. Bo'ldi. Bek maqtasida ishilib taqay. Na xo'jayin qiz ko'zi asrasizmi? Mushtan azam risolat bergan qancha bo'lib ketdi. Bo'ldi. To'pni to'xtamsizlar nima? Shunda ham to'p taqdimiz, ham parcha beramiz. Yaxshi 48 gapsiz. qo'yibdi. Yana 2 qo'yliq birim elevatsangiz 50 qo'yib ketsin. Voy, chupaylar qilmang hamda. Sataveraychi. Ha, bo'pti. Tatang. Talyan sinab beqan. Rahmat azimchisi, yomon qabul qilmayman. Qalbim bilan suytmayman-sizda. Voy, yo'q, ansirmanjimi 100% mukofotimiz va Men mushu chaktasamlar rahmat azimchi yomon bezor qilyapti meni. Nim deydi? Biyliq oqsildamda. ha, mana shunchalik tezim kuzir mahsulotimizning birisi chiqibdi sizga. Ishida qaraq narsa berasizlar, buning pushqaq mana do'ylab qo'ygan. Voy, yo'q, unda emasmi? Biz o'zimizmi do'konda eng to'yan bo'lgan 25 ni sotib olgan mahsulot bu. Ha, chizib qo'ygan mahsulotga yaxshi. Ha. Ha, bo'ldi. Oqsilim yo'q deymish ishildi. Bo'ldi gap olma balitanglar, rahmat. Bo'ldi. Qalbaqni qanoniga. Yo'q, ma yaxshi. Kuzeyning taqanonining ma yaxshi. Qo'llarim kelib. Pulni otmabdi maras. Ha, shu deydi. Yog'och sot qilgansizmi? Ha, aytayaptimi, rahmat. Bo'ldi, ma'qul. Ma'qul, yana kelasiz-a? Sabah kesib qo'yamsizga. Va. 你别笑。 Bundan yan baytalar.